Menga oxirgi bo'lib telefon olib kelsa, o'yindan chiqib ketadi. Ha, mendan oson narsalar aytaman. Misol uchun, menga kerak bo'ladi kamera desam, opani kamerasini kim birinchi olib kelsa, o'yinda qoladi. Ha, shunday davom etaveramiz. Hamma tayyormi? Sizlarning qo'linglarda shu narsa bo'lsa, yordam qilib paddeshga qilinglar. Ha? Xola? Yo'q, misol uchun aytayapman xola. Mana hozir men nimanidir aytaman, shuni kim menga oxirgi bo'lib olib kelsa, o'yindan chiqib ketaveradi. Davom etaveramiz. Demak, hamma tayyormi? Birinchi olib kelgan 4 ta odam qoladi, 5-chi odam chiqib ketaveradi. Menga kerak bo'ladi hozir. Hamma tayyormi? Menga kerak bo'ladi. Hop. Shar kerak bo'ladi. Bormi? Ha, olib keldi. Ha, paddeshga. Ha. Hop, yaxshi, bitta. Qani yana qolganlar. Qani. Xola! Xola! Ana, xola, siz aytib oxirigacha borasiz. Shunda to'laysizmi? Aka olamazmi? Ha. Mana. Bo'l, aka, endi o'yindan chiqib ketasiz. Uzr aka, endi qani olib qo'yib turing buni. Oxirida sotamiz deb ekansiz, tushunib turing. Ha, o'zimga tirikchilik-da bu. Haqqa davom etib olaylikmi, jon aka? O'yinni tushunib oldinglar, ha? Oson ketyapti. Demak, navbatdagisi menga kerak bo'ladi 200 minglik pul. Ketdi. Bormi? Qani, paddeshga qilamiz. Mana bu yerda hali dollarga o'tib ketdimi? Yo'q, 200 minglik pul. Opa, mana 200 minglik kerak. Ana, bor yana. Ha, mana, hop. Xolama. Pensiz pullarni olib chiqmaysizmi? Xola. Ate, sizni yutsin deb o'tdim-da. Hop, o'yinga ham tushib oldinglar-a? Demak, hop, davom etamiz. Dollar aytib-o'rmabman-a? Tasa zarilib turibdi. Taqdirdek tashlab ketaverardim. Davom etamiz. Chalg'imaymiz. Bo'ldi. Bo'ldi, chalg'ib 3 o'ylab qoldinglar-a? Ketdi. Menga kerak bo'ladi. Hop, nima degani qiyinroq narsa aytdi menga. Telefonni chexoli. Ketdi. Bormi? Qani? Voy aka. Kechikdingiz-da aka. Qayerdan edingiz? Ana Samarqanddan kechikdingiz-da aka. Bo'ldi, akamizga qarsajon qo'yinglar. Qarsa finalda g'olib aniqlab qo'yaylik-a. Bu siznikida. Bu sizga final. Demak, final. Qaniylar yordamiga kerak bo'ladi. Menga kerak bo'ladi. Nosqovoq. Nos idishi. Bormi? Qani? Ey opaga chiqamiz. Bo'ldi opa endi. Olib yurmaysizmi? Yo'q, endi bilib olmaydi. Keyingi safar opa qarang. Keyingi safar G'ayratbek kelar ekan tadbirga desa ovolavering. Yutib ketsiz mumkin-da. Mana hamma nosni zarar deydi. Mana foydasi bor ekan. Albatta hozir bu foydasi yo'q, bu zarar. Prosta qiziqarli bo'lish uchun bu shart qildik. Xo'p, demak, qaranglar. Voy, erkak kishini o'zida yo'q ekan. Boshqada topib keldi. Aka, bu sovg'a sizga. Hop. Opa, bu sovg'a sizga. Mana. Qarsa javob berasizlar qandoshuchilarga. Keting. 200 ming eslardi ekan. Qarang, mana bu eslar chiqmaydi. Bu sizniki. Opa, mana bu sizniki. Aka, mana bu sizniki. Shart egalariga berib qo'yasizlar. Bemalol joylarni egallab, mana shart egalari ham mana. Sal bo'lsa ham qizib oldik mana. Xo'p. Endi bu yerda sovg'ani qo'yib turaman, keyingi o'yin ishlatamiz, orqadan urib ketmasanglar. Xo'p. Bizda mana shu zamon 1089 taksisidan foydalangan mijozlarning ichida g'oliblarda kompyuter orqali random programmasida aniqlash kerak. Ya'ni eng faol bo'lgan, eng ko'p